Assalomu alaykum. Bugun mana Xalimbek ofidagi 520 460 konturlarga keldik. Bir kontur bir mahsulot dasturida ushbu konturlarimizda asosiy ekin kartoshka mahsuloti ekilgan. Kartoshka ekini ekilgan. Bugun shu kartoshkalarimiz tayyor bo'lish arafasida, mana gullab 10 kun 15 kun uzog'i bilan tayyor bo'ladi. Xalqimiz dasturxonlariga yetkaziladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir bu 523-konturimiz. Oxirigacha kartoshka ekilgan.